يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Allohning barakasi bilan bugun Ramazon oyining 16-kuni 2026-yil 5-mart sanasida G'azo sektorida jamoaviy iftorlik loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Saxovatli qo'llar xayriya jamoasi tomonidan ro'zadorlar uchun iftorlik taomlari ulashilmoqda. Alloh taolodan ushbu xayrli loyihalarning amalga oshishiga hissa qo'shgan barcha saxovatli insonlarning ihsonlarini qabul qilishini so'raymiz. رمضان ليتك دوما قريب. Muborak Ramazon oyi, rahmat, baraka va saxovat oyidir. Ammo G'azo sektorida bu muborak oy ko'plab oilalar uchun og'ir sharoitlar ichida qarshi olinmoqda. Urush va qiyinchiliklar sabab minglab insonlar oddiy hayot ne'matlaridan mahrum holda yashamoqda. Shunday bo'lsa-da, Ramazon kechalarida bir dasturxon atrofida jam bo'lish, ro'zani birgalikda ochish qalblarga taskin va umid olib keladi. Ramazonning barakati loyihasi doirasida Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti tomonidan G'azo sektorida jamoaviy iftorlik tashkil etildi. Ro'zadorlar uchun joy tayyorlandi, dasturxon yozildi, suv va taomlar tortiq qilindi. So'ng yuzlab ro'zadorlar bir joyga jam bo'lib, birgalikda iftor qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Kim ro'zadorni iftor qildirsa, unga ham ro'zadorning ajricha savob bo'ladi. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida siz aziz ehson egalarining ko'magi bilan yordamlarni ehtiyoj egalariga yetkazishda davom etmoqdamiz. Alloh taolo qilgan ehsonlaringizni qabul qilsin va bu muborak oy barakasini barchamizga nasib etsin. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا. الله أكبر الله أكبر. Allah Allah.